Dolar biz Kaminat Marg'ilon Kaminat chorva bozoridan biz chiqib tashqariga o'sha chorvachi akalarimiz, ukalarimiz, do'stlarimizga chorvalariga arzon yemlarni sizlarga ko'rsatishga talab bo'lgan, shuni ko'rsatishga o'tyapmiz. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Ukaginam sog'laysiz, yaxshimi? Charchamasdan mana shu Kaminat bozorimizda arzon sifatli qulay bo'lgan yemlarni hammasini shu yerdan olish imkoniyati bor. Sizlarda bormi? Bu sizdanmi? Zavodniki. Nech pul deyapsiz ularda? 2,5 ming qilib beryapsiz. 2,5 ming deyapsiz. Dastlabkilari bormi? Kim qancha so'rasa, chorvador mol boqar akalarimiz, qadrdonlarimiz topib beraverasizmi? Bor. Qancha so'rasa? Xo'p. Abdolin? Bu bitta toyi nech kilo chiqadi? Qiziqib bitta ikkita olaman. 100 kilo chiqadi. 80 kilo, 100 kilo. Xo'p, buchi bu nech puldan? 1 million 200 ming. Xo'p, o'shanda kilosi nech puldan bo'ladi? Qiziqqanlar bor-da. 2000 so'm elangan. 2000 so'm elangan. Qiziqqanlar telefon raqam berasizmi? Bering. 99lik 531 5100. Ikkinchisi ham bormi? Shuni beraveraylik. Xo'p. Qadrdonlar bemalol qadrdonlar aloqaga chiqaverasizlar. Biz imkon qadar sizlarga yemlarni ko'rsatishga harakat qildik. Chorvalarda endi sotilgan variantini mana shu yerda bitta ko'rib qoldik. Nech pul bo'ldi mana shu? 23 million. Nechinchi? Berilmadi, sotilmadi. Nechta tuqqan bolasi? Bitta tuqqan, bolasi qo'naji. Nechta suti bor? Qiziqqanlar telefon raqam berasizmi? To'xtangchi. Xo'p, to'xtat. Bering qiziqqanlar telefon raqam. 3-chay. Xo'p, ha, sog'adigan nimasi 3 ta ekanda, aybi bor ekan. Birinchi bolasi. Xo'p, bering telefon raqam. 90lik 90lik 230 3302. Qadrdonlar aloqaga chiqaverasizlar bemalol. Chorvador akalarimizga mana somonlarimiz. Aka hormanglar. Nech pul bo'lyapti somon? 22 million. Ko'pgina olganga bormi? Ko'pgina ham bor, olganga ham bor aka. Assalomu Nech pul eng arzoni? Tarjamasdan. 22 ming so'm. 17 ming so'mdan 22 ming so'mgacha. 17 ming so'mdan 22 ming so'mgacha. Telefon raqam beringlar qiziqqanlarga. 95lik 95lik 664 664 1460. 1460. Qadrdonlar aloqaga chiqaverasizlar. 17 ming so'mdan 25 ming so'mgacha olaveradi. Dastlabkasi ichiga vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab. Bo'ldi, sog' bo'linglar. Kanalgacha. Bo'ldi, sog' bo'linglar. Ko'rishguncha. Nech pul bo'ldi ena bola? Nimaga bilmadingiz? Shopirmisiz? Yo'lkira nech pul yo'lkira? 60. Yo'lkira 60 ming. Qaqqacha? Eng yaqini. Shunaqa ekan. Xullas. Assalomu alaykum. Mol dunyo o'z kanalining a'zolari, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari, kanalimiz mehmonlari, bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan akalar, ukalar, qadrdonlar, biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Kaminat chorva bozoridan sizlarga katta kichik bo'lgan, qiziqarli bo'lgan, sotilmagan chorva hayvonlarda narx-navolar bilan yaqindan ko'rsatishga harakat qilamiz. Videomiz oldindan bitta like so'rab qolamiz. Aka nech pul bo'ldi? Shopirmisiz? Ana. Yo'lkira nech pul? Og'zini ko'rsat yani. Ha, mayli, aytgisi kelmadi. Yaxshilar. Yaxshilarni ayting. Xo'p bo'ladi. Ayting. Bozor fikringiz Bozor zo'r. zo'rmi, oladigan bo'layaptimi? Xo'p, videomiz oldidan bitta like so'rab qolamiz. Kanalimiz mehmonlari obuna bo'lishni unutmang. Biz qo'yayotgan videolarni muntazam ravishda ko'rib borishga muyassar etasizlar. Akalar, nima deydi? Bugun hafta kuniga 22-fevral yakshanba 2026-yil. Bizdan uzoqlashmang, biz sizlarga qiziqarli bo'lgan savdolarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Sizlardan bitta like so'rab qolamiz. Qani endi bo'lsa boshladik, ketdik. O'tirmagan holatda biz imkon qadar ichkariga kiramiz. Sotilmagan variantlarni ko'rsatamiz. Mehnatlarimiz uchun sizlardan kommentariyaga qanaqangi fikrlaring bo'lsa, bemalol yozib qo'yishlaring mumkin. Aka, 12,5 million bo'pti ekan. O'najin, bo'yi 1.15 chiqadi. Yaxshi. Biz davom etamiz, bizdan uzoqlashmang. Mana shu yerda mana bozorimiz imkon qadar sotilmagan variantlari. Nech pulga sotilmadi? 13,5 ga. Nech pulga sotilmadi? 15 million. 15 million. Aka siznikichi nech pulga sotilmadi? Nech pulga sotilmadi? Xo'p, siznikichi aka, voy, nech pulga sotilmadi? 31 ga sotilmadi. Xo'p, nechinchi tug'ishi? Birinchi tug'ishi. Birinchi tug'ishi. Nechta suti bor? 7 ta. 7 ta. Birinchi telefon raqamini ko'rsating, aytingchi. 95lik 659 3720. Yaxshi. Sog' bo'ling. Buloqchalar 22 million 200. Qaranglar, qadrdonlar, havas qilganlar, like bosib qo'yamiz. 1 litr suti bor ekanmi? Xudo xolasa. Xo'p.
Yasin bersin. Havas qilganlar lak bosib qo'yamiz. Jupi 80 million, 40 milliondan. Qaranglar. Bo'yi 1.50, 55 bor. Xo'p, qiziqali. Gumonmi? Nechta qilishyapti? 13,5 million bo'lyapti. Mana shu savdoni ko'ryapti. Hozir savdoni ko'rib qoldik. Nechta qilishdi buni? 10 million 300 tuqqan ha bu? Ha, bitta. Bitta tuqqan. Bolasi qani? Bolasi qolgan ekan. Nechta suti bor? 5 ta 4 ta. 10 million 300 qilishyapti. Qadrdonlar, biz davom etamiz. Mana shu savdo bo'lyaptimi? Savdo bo'lyaptimi? Tishini ko'rayotganlar. Nespilga? Nespilga savdo bo'lyapti. Xo'p, ko'rilyapti. Xo'p. Aka, hormay nespil bo'ldi bular? Endi kelyapsizmi? Xo'p, biz davom etamiz. Qadrdonlar, bizdan uzoqlashmay. Hasan tog'a, assalomu alaykum. Hormay, bo'g'ozmi bu? Bo'g'oz. Necha oylik bo'g'oz? 7 oylik. 7 oylik bo'g'oz. Xo'p, birinchi tug'ishimi? Nespil deyapsiz? 20 deyapman. 20 million deyapsiz. Bozor nespil qildi? 7 oylik bo'g'oz. 17,5. 17,5 million qilyapti. Hasan tog'a, telefon raqam berasizmi qiziqqanlarga? Qadrdonlar, 7 oylik bo'g'oz, birinchi tug'ishi, bo'yi 1.5-10 chiqadi. Telefon raqamni 90 91lik 326 79 50. Qadrdonlar, aloqaga chiqaverasizlar. Biz davom etamiz. Imkon qadar dastavka qilib beradi, iloji yo'q. Biz bo'g'oz tomonlarga o'tdik. Mana shu yerda bittasini guvohi bo'layapmiz. Birgalikda guvoh bo'layapmiz. Real savdolari. Qadrdonlar, nechta tuqqan bu Hormen aka? Ikkinchisi ikkita tuqqan, qonidagi uchinchisi. Nespil deyapsiz? Nespil bo'layapti? 25 million. 25 million qilyapti. So'rayapsiz. 20 million 500 ming qilyapti. Ha, siz 25 million so'radingiz, aka 20 million 500 ming so'rayapti. Akalar 20 million 500 ming so'm. Necha oylik bu? Bu 10 kunda tug'adi. 10 kunda tug'ar ekan, yaqin qopti ekan. Qadrdonlar, xo'p. Aka, qiziqqanlarga telefon raqam berasizmi yo sotib yuboramizmi? Sotilib qolsa, qiziqib telefon so'rashadi-da, nechpulga sotdingiz aka deb. Telefon raqam bering. 90lik 93lik 532 72 52. Qadrdonlar, bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Chaqirishib bergan chiqadi. Bo'ldi, xudo xolasa. Aka, baxtli inson ekansiz. Omma shouga chaqirishdi ekan. Akalar, qadrdonlar. Bo'ldi, havas qilganlar lak bosib qo'yamiz. Qaranglar, qo'shaloq bayram. Ana shu yerda qiziqarli savdo. Yosh muxlislarimiz gapiring, ha. Bo'ldi, lak bosib yosh muxlislarimiz uchun akalar. Borlaringga shukr. Biz davom etamiz bo'g'ozlarning ichida. Aka, bu bo'g'ozmi? Bo'g'oz necha oylik bo'g'oz? 7 oylik. Nechinchi tug'ishi? Ikkinchisi. Bozor nechta qilyapti? Ha? 20 million qilyapti ekan. Qadrdonlar. Xo'p, qiziqarli telefon raqam berasizmi? Ha? Bering. Akalar 7 oylik ekan. 7 oylik dedingizmi? 91lik 115 3250. Aka, dadil gapiravering. Charchadingizmi yo mol boqib chiqdingizmi kechasini? Qadrdonlar, biz davom etamiz. Imkon qadar qiziqarli bo'lgan. Mana savdolarda hali imkon qadar bir qiziqarli savdolarni bitta ham guvohi bo'lganimiz yo'q. Qaysi bo'layapti bu hali? Qaysi bo'layapti Hormeylar? Assalomu alaykum. Real savdolari. Qaysi bo'layapti Hormeylar? Nespulga? 15,5 qilishyapti. Bo'g'ozmi? 6 oylik bo'g'oz. Nechta tuqqan? Nechta tuqqan? Ikkitami, uchta tuqqan ekan. Qadrdonlar, olganga ham, sotganga ham Alloh barakasini bersin. Biz davom etamiz. O'chirmasdan davom etamiz. Qiziqarli bo'lgan savdolar sizlar uchun. Mehnatlarim uchun akalar like bosib qo'yasizlar. Kanalimiz mehmonlari obuna bo'lishni unutmang. Biz qo'ygan videolar muntazam ravishda ko'rib borishga muyassar etasizlar. Imkon qadar biz bo'g'ozmi bu aka? Necha oylik? Necha oylik? 7 oylik. Nechpul deyapsiz? 23 kami bordi. Xo'p, nechta tuqqan? Bitta tuqqan. Qonida ikkinchisi. Qonida ikkinchisi. Ha. 4 kurak. Telefon raqam berasizmi qiziqqanlarga? 90lik 585 1089. Hozir kunda. Yashur ko'p. Xo'p. Ehtiyot bo'ling, mol olinglar. Xo'p. Yo, arzonmi, qimmatmi? Arzon. Arzon, rosa oladigan bo'layaptimi? Oladigan. Hozir statistika ma'lumot yig'yapmiz-da biz bozorda aylanib ko'ryapmiz. gapirasizmi? Bir qiziqarli savdolarni guvohi bo'lganimiz yo'q. Ma'lumotlaring uchun rahmat, borlaringga shukr. Sog' bo'linglar. Farzandlaringni orzu havaslanib ko'ringlar. Qadrdonlar,
imkon qadar biz qiziqarli bo'lgan savdolarni olishga harakat qilamiz, yuriyapmiz. Mana shu yerda bir ajoyib havas qiladigan chiqdi. Qadrdonlar, havas qilganlar lak bosib qo'yamiz. Qaranglar, bo'yi buru 55-60 ham deylik. 55-60 to'g'risini aytamiz. Xo'p, bu bo'g'ozmi, bu tuqqanmi? Bo'g'oz necha oylik bo'g'oz? 2 kun. Ha, yaqin ekanda, ha, necha pul qilishyapti? Voy, buni necha pul qilishyapti? 110 million. Jupimi yo o'zimi? Jupi. Qadrdonlar, havas qilganlar lak bosib qo'yamiz. Bu tug'ishga yaqin ekan. Jupi 110 million bo'layotgan, 55 million so'mdan. Ikkosi ham bo'g'oz, ikkosi ham. Necha oyda? 3-4 kunda tug'ar ekan, yaqin. Qayerda bo'lyapti savdosi? Xo'p. Havas qilganlar, qadrdonlar lak bosib qo'yamiz. Juda ham chiroyli. Mana shu yerda qaysi savdo bo'lyapti? Qaysi savdo bo'lyapti, hormanglar? Real savdolar. Qaysi ola? Nech pulga? Mana uni? Mana shu. Mana real savdolari. Nech pulga? 23 million 300 ming so'mga. Mana shu. Necha oylik bo'g'oz bu? 7 oylik bo'g'oz ekan. Qadrdonlar. Mana shu molda. Bo'ldi. Oy, mana unimi? Mana uni 23 million 7 oylik. Olganga ham, sotganga ham Alloh barakasi bersin. Qadrdonlar, mana yerda bir ajoyibi chiqibdi. O'ng qaranglar. Buni zoti nima zoti? Zoti aka. Zoti nima? Xo'liski parod. Xo'p. Gap bo'lishi mumkin emas. Havas qilganlar lak bosib qo'yamiz. Bo'yi buri 30-35 plus minus. Aka, ya 40 chiqmaydi aka, nima qilmaylik? Yo'q, 40 chiqmaydi, tortishmaylikda. Xo'p, necha oylik bo'g'oz? Va'da martga o'tdi. Martga o'tib tug'ar ekan qadrdonlar. Ajoyib. Nechinchisiga tug'adi? Birinchisiga. Qiziqqanlarga telefon raqam berasizmi? Sizga telefon qilishaversiz, Yo'q, siz qiziqqanlarga telefon raqam bering. Uchtasiga berib yubordim. Beravering aka. Telefon qilib boshda. Ya, boshingiz ortmaydi. Siz xursand bo'ling, borligingiz uchun telefon qilishadi aka sizni. 90lik 230 47 63. Qadrdonlar aloqaga chiqarasizlar, bemalol. Havas qilganlar like bosib qo'yamiz. Qadrdonlar, mana shu qizg'in savdoni guvohi bo'lib qoldik. Bu hormanglar qaysi bo'lyapti? Real savdolari. Mashimi? Nech pul qilyapsizlar? Uzoqdan ko'rib oldik. Bo'g'ozmi? 10 kunda tug'adi. Nechinchisiga? Birinchisiga 25 million so'm. Qadrdonlar, real savdolar. Zo'r. Olganga ham, sotganga ham Alloh barakasi bersin. Qadrdonlar, biz izlanishni boshladik. Imkon qadar bizdan uzoqlashmang. Bo'g'ozmi bular? Bo'g'ozmi? Ha? Necha oylik bo'g'oz? 8 oylik. Nechinchisiga? Ikkinchisiga. 8 oylik ikkinchisiga. Nech pul deyapsiz? 28. Bozor nech pul qildi? 23,5. Qadrdonlar, bozor 23,5 qilyapti ekan. Qiziqqanlarga telefon raqam berasizmi? Bering. 90lik 363 50-85. Charchabsiz a? Gapirgingiz kelmayapti. Boringizga shukr. Qadrdonlar, bizda shunaqangi ma'lumotlar ega bo'lyapmiz. Bizdan uzoqlashmang, imkon qadar biz ichkariga kiryapmiz. Ana shu bo'g'ozdan chiqib endi sog'in sigirlarga qarab o'tib ketyapmiz. Bu hali ham savdosi pishgan yo'q. Hali ham savdosi pishmadimi? Nech pulga? 25 yilda nech pulga bo'lyapti hali? 25,5 ga bermayapti. Bermayapsiz. Qadrdonlar, hali ham savdosi pishmayapti. Biz davom etamiz. Imkon qadar qiziqarli bo'lgan savdolarni olishga. Mana shu yerda sog'in sigirlar. Qayerda ekan sog'in sigirlar? Umidjon ukalarimiz. Bozor to'g'risida fikringiz qanaqa? Mana bozorda odamisiz. Qanaqa bo'ldi? Arzonmi? Yo, chiroyli gapiringda, arzonmi, qimmatmi? Xaridor yo'q. Assalomu alaykum. Amin. Amin. Allohu akbar, borlaringga shukr. Biz davom etamiz. Mana shu yerda enavola so'raganlarga. Aka, hormi necha oylik bu? Nechinchi tug'ishi? Ikkinchi tug'ishi. Xonachi novoz. Xonachi nechta suti bor? 7 litr suti bor ekan. Qadrdonlar, xo'p.
Nech pul deyapsiz? 28 million aytyapsiz. Bozor nech pul qildi? 24,5 million. Qadrdonlar, bozor 24,5 million qilyapti ekan. Bolasi sutini qancha dedingiz? 7 litr suti bor ekan. Bolasini ovozda. Qiziqqanlar telefon raqam berasizmi? 90lik 91lik 670 88 81 qadrdonlar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana shu sigirlarni ko'rishda boshlaymiz. Xo'p. Bu qadrdonlar nechinchi tug'ishi bu? Asha yonida uchinchisi. 3-chi yonidagi. Nechta suti bor? 10 litr. 10 litr suti bor ekan. Qadrdonlar. Bolasi nima? Xo'p, bolasi novvos ekan. Ko'rsatishga harakat etib boshi ham yaxshi ekan. Baquvvat semiz. Necha kun bo'ldi tuqqaniga? Haftalik bo'lib qoldi. 2 haftalik bo'ldi. Xo'p, bozor nech pul qildi? 28,5. 28,5. Qiziqqanlarga telefon raqam berasizmi? Olib bering bitta. Qani bitta sog'ishini ko'raylik-chi. Bo'ldi, isrof qilmang. Bo'ldi. Isrof qilmang. Nihoyatda yuvosh ekan. Oq yelin. Nihoyatda. Qiziqqanlarga telefon raqam bering. 90lik 840 60 06. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Qadrdonlar. Boydada o'z kanali. Boydada o'z. Havas qilganlar like bosib qo'yamiz. Boylarimiz ko'paysin degan maqsadda shu kanal nomini qo'yganmiz. Boringizga shukr. Xo'p, bo'lgan savdolasizlarga imkon qadar ko'rsatishga harakat qildik. Mehnatlarimiz uchun akalar sizlardan like so'rab qo'yamiz. Xato kamchiliklar uchun uzr so'rab qo'yamiz. Bemalol kommentariyaga yozinglar. Biz imkon qadar xatolarimizni o'g'irlashga harakat qilamiz. Kimga nima zarar bo'lsa, qanaqa holat bo'lsa ko'rsatishga harakat qilamiz. Sizlar bilan xayrlashmaymiz. Ko'rishguncha deb qolamiz. Ana shu yerda ikkita inovola chiqyapti. Ashuni ko'raylik, keyin xayrlashamiz. Aka, nech pul bo'ldi? 28,5 dan 28,5 million so'mdan qaytibdi. Nechta suti bor? 10 taga aka. Yo'q, qiziqqanlarga telefon raqam bering. 90lik 90lik 840 840 60 06. Nech kun bo'ldi tuqqaniga? haftalik. 3 haftalik. Bo'ldi. Aka aloqaga chiqishadi sizga imkon qadar. Qo'ylarimiz ham qaytyapti. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'rishguncha.